natijam shu mahsulotni iste'mol qilishdan oldin menda gastrit, ya'ni oshqozon yara kasalligi va gepatit bilan bog'liq xastalik bor edi. Mahsulotni iste'mol qildim boshlanishida bittadan, keyin yuqori dozada kalsiyni ikkitadan iste'mol qildim 1 oy davomida. Keyin yana o'zi bittadan ikki mahal bittadan iste'molga o'tdim. Hozirgi natijam oshqozonim to'g'risi och qorinda og'rirdi, og'riq berardi, bildirardi. Hozir och qorinda ham men og'riq sezmayman. Yana bir tarafi jig'ildonim qaynardi. Ya'ni kislota ko'pligidanmi shu jig'ildonim qaynardi. Ayniqsa kechki vaqt jig'ildonim qaynardi, uxlolmasdim. Har doim doimiy dori ichib yurardim buning uchun. Keyin ranitidin degan dori iste'mol qilardim. Iste'mol qilgan ushbu mahsulotni kalsiy iste'mol qilib boshlagandan keyin bu dorimni, o'zim doimiy iste'mol qiladigan dorimni to'g'ri iste'mol qilmay qo'ydim. Kerak ham bo'lmay qoldi. Hozirda og'riqlar yo'q. Keyin achchiq ovqatlar yesam ham oshqozonda og'riq sezilmaydi. Keyin bosh aylanishi bo'ladi. Bu gepatit bilan bog'liq bilan bosh aylanishi, holsizlik, bunaqa narsalar hozir o'zimda sezilmaydi. Yaxshi.